Assalamu alaykum. Dostlar, yaxşımısınızlar, yaxşı durdunlarmı? Bugün to'satdan naq maydon qilish bo'lib qoldi. Ha, Adil Seyitov. Bu yerlarda bir narsalarni yezibsa ko'rdim. Ba'zan bir ovozlarni anglab qoldim. Sen bak qo'ymichilik qilganliging uchun ayolingning yuzidan men jiq narsalarga kirmagandim, uni bilsa. Quturab o'ltiramay qolganligini bilaman. Bakli quturab o'ltiramay qapsa. Bir narsinday qara. To'g'liq Hamidni men quturtishimning hojati yo'q. Agarda Ro'shan Abbosga yoki Madinay Bovdonga gapim bo'lsa, o'zim chiqaman. Og'zim bat tursa meniki ekranga chiqalaydig'ini mendan bildim. Men bir bulungda u yolg'on ismlar bilan uni buni qilishimning hojati yo'q qara. Yalğandın u yerga kirib, bu yerga kirib, undaq umaşchab o'ltirdigan ayollarningki nomida erlarning nomida ayollar bundaq qildigan uchun uning cho'lanmi yo'q bilib ol. Anladingmi? Agar To'g'liq Hamidga gap o'rgatgan bo'lgan bo'lsa, ajoyib o'gitib yetatdim qara. O'zimni chiqatdim. Men sana bergan javobim 2018-yili men Germaniyaga namoyishga borgan vaqtimda Nadira Hanım bilen tanışkan. Lekin yürüş duruşları joyida, ahlushi joyida bir ayolken bir yerlerden sunduq chiraydi. Chiraylar shunda bir xil yig'lamsirab holatda. Gerçi o ayolninki kim ekanligini bilsammi, her ikkimiz o'shiq bir eg'izga qilishib baxmadik. Özüm belkim anglasa shundaq javob berish mumkin. Miyada Nilofer Hanım var Germaniyadan. Nilofer Hanım bu şu namayışı jarayonida her kim bilen ko'rishgan vaqtimda meden bildim. Men bugungi kunlikda to'g'liqqa quturatqulik qilmasammi, o'z og'zim bilan 2018 chiqib daveratdim bunda ishlarni. Bir narsa mening qizil siziqim. Vatan davosida mustaqillik qizil siziqim. Yalğandın ton almaştırıp qıp ketkininglar bilanmi 5 qo'ldak bilimiz qo'y yaqasing ne. Qizil sizg'im mustaqillik. Yana birsi mavi Facebookda va alaykum salom. Ma Facebookda, ma o'zimning Facebookumda davatman ha. Mening Facebookumda hergiz shahvoni lentalar qo'yilmaydi. Gerçi To'g'liq Hamidga shundaq liq bir narsalar kelgan bo'lsa-mu, meningdimi liq bir narsalar bo'lsa-mu, hech kimga shahvoni lentalarni qo'yishni tavsiya qilmayman. Lekin To'g'liq Hamid ash ovozni qo'yib hamdi. Bu hayron qoldiq ishmi emasdi? Lekin uningdan xabarim yo'qdi. Agar To'g'liq Hamid menga maslahat solgan bo'lsa, boshqacha bir maslahat bersam bo'pti ekan to'q deb o'yladim. Madinay Bovdonni tanıyman. Ro'shan Abbosni tanıyman. Yana bir xonimni tanıyman. Qizil sizg'im nima deganda Madinay Bovdonninki dadisi Bovdon ma'lum bek isil odamdi. O'qituvchilarimiz oldida cho'ng bo'lgan biz. Shuning uchun umi bir qizil siziqim edi. Men Madinay Bovdon bilan so'zlashib baqqan. Aslimisimi bordi? Ya asliyamsi aslatib qo'ysammi bo'ladi? Men degan, chiq ishlarga kelgan chaqda Bovdon ma'lum ko'z oldimga keldi. U odam bek isil odamdi. Shu odamning yuzidan men jiq narsalar kirmayman degan. Asliyamiz aslab qo'ysin. Ro'shan Abbos xonim mening opamninki o'quvchisi. Mening agarda u xonimga gapim bo'lsa, o'zini izlasam bo'laverdi. O yalang'och videosini men chiqarib qo'ymasammi, to'g'liq orqali chiqarmasammi? Mana ya. O da'voning ichidagi odamlarningki qo'ngini kimga bersa, mening nima chatig'im? Qahna uyini buzg'inimi o bir hech kimga sir emas. Men to'g'liqni o'tirib chiqarib olmasammi? Da'vogarlar Uyg'urning pulini ishlatmay nemish qilishsang o'zingning ishi. Lekin mani menga udullama.
Her resvalarınlarınki qeyrisidan tutup yeşiğiçi resvalıqlarının bir nəsini mən desem mi? Həqasını torğu bir əsinin yalanaş videosunu çıxadım mı? İşten həqasın özün salsan əmdikəgənçə xalq bu yerə bir mundaqlı bir avazını qoyub qalsa hayacanlıb tügüşüp gidişipsə meni quturatdı edib. Appağını endi mən quturtam deb quturtadigan bolsamçı bundaq quturatmayman. Bana 2018-2019 kelgen nəslər kelgen çağdım mən hazırgıca bir eğiz gep qıb baxmadım. İşinin üstüde gep qılıman, bir adamın işinin içideki meselelerini oturuğa çıkırıp baxmadım. Eğer de kögün olsa, özünün sorab köy aşlarının özünce bek kögün kekese. Əmdi tərtinla buzulup gitemdi ki qarımla, mən Toğluq Hamid'e vay doğrap bəsiniz mi? Herkes koymang bukam. Avazını, videonu koymang dep dikenme. Aslında bana məsləhət sağan bolsa, naq meydan qıldığını bilmeydim. Bu cüvay nimək bana məsləhət sağan bolsa, vay, hazırkı vaxtda oğamız başqaça məsləhət beretdim ki mən. Ақыды mən yok bu işninki, amma Toğluqninki ata-anasının işığı kelgen çağda mən ba. Oturğu çık, namayşanı qıl, dep geldim. Hazırgı kadar kızıl sızıqını innak belgilep durup meňivatkan bala. Ata-anası türmede onunki. Türmedeki ata-anasını tınmay tatılap muşunun şu nem qilish zıtığı tegiş arqılık aşı videolarını kögünla bağ olsa, onu şu işinin iyisinden sorap biqip, bizning ma videolarımız, sizning videolarınızda pek tordu kögümüz kevatıdı. Toğluq Hamidni muştaq tıllaş arqılık şu videonu pek kögümüz kevatıdı. Dep eqinlar, məsləhətini eqinlar açanlarınki. Belki məsləhəti yaxşı, məsləhətini beriş mümkün. Muşu uluq ay, uluq günlərdə qurban etninki tügümegen boğandiken, bu qarımlarınki dert sunup ketmisin dep oylap dikenmen. Bireylerninki bir deyişi bilen, vay, ispatın yok, dep qalıdı, şunun için koymamsa avazını depti. Digendiken Toğluq Hamid o avazını koyup sattı. Ben de vay yapıla videonu mu koyup etken okşaydı dep qarsam avazını koyuptu. O avazdan bek rahatsız okuttu cıqla. Davanın işçideki davagerlerinki işlerden nemişke eyran qalsılar? Eyran qağıdak iş yok mu ki bir yerde? Onunkin çok güçler Zümrət Hanım'ni kolgap gitipti. Dep Mekke'deki bireylen vitildap gitipti. Bir cevap berip koyamsiz dep bir istegenti. Ben ondaq bir nimelerge cevap vermeymen. Eğer de kanun beni izlese, bir varaq qağazının işi, saqçığı her kim kireleydi, onda eski qağazını uyarı bir yere sançıp koyga bilen, o taz çekosmaydıgan iş dep cevap berip koydum. Ben kanun bilen tutkan işlağa bu yerde cevap vermeymen. Lekin meni keyni dedi, Toğluqning keynide, şu Roşan Abbas Hanım'ninki şu avazını Zümrət Dursun iştirip koyup kuzuptu dep, Adil Seyitup şunda deptiken cevap berip koyay dedim. Adil Seyitup kallanı silkivitip gep qil, sen o bir zadroşka koymici, kallanın derdi var, xotununu örmetleymen, tüzük ayaldı geldik üçülla, paranlışımı bakmağa xotunun bilen. Ama biraz bir haya sezimi yo'qli bir nima ekansak, ko'tdan urib gap tapmay qara. To'g'liq qiz telefon urib so'rab baqa kim quturatqulik qildi? Bu ovozni, videosini ko'rgin bati depsa, videosini Ro'shan Abbasning o'zidan so'ra. Shu basun san qo'yib basun. Hey, set, mush to'g'liq degan joy nimakka? Agar men shunday maydan qilishdim, bir soat ilgari men masala sog'an bo'lsa, vay ufkam, 8. aylarda qıling, degan bo'latdim. Aldırap durup çıkıptı. Boptu.
Lekin o özününki videosu olmasa, özünün avazı olmasa. Eğer de şu avaz Zumrat Tursun'un bop qalğan bolsa, bütün dünyavi yazatdыңlar, o vaqtda əxlaqni kimge de ders veretdіңlar? Bir so'rab baqay, agar Zumrat Tursun birisining uyini buzgan bo'lsa edi, agar Zumrat Tursun ishini sevetgan bo'lsa edi, o vaqtda kim qandoq ishlar bo'lardi? Bütün dünyavi axloq tarbiyasi bo'lib ketadi. Ro'pash achilaringlarga ajab bir ders o'tmaysizlar. Oyey, To'liq Hamidni tillashdan ilgari oxiri kelganda Zumrat Tursun quturatdi. Voy, Zumrat Tursun quturatmasa uning kallasi bordi. Qaysi lentini qo'yg'isi kelsa, menga masala sog'ini yo'q. Ay, isbotni ko'rsatmamsa, to'g'liq. Ko'rsatmasang haq ishonmaydi. Sana da bir aksi so'zlabdi. Qilgandikan aldirab chiqib sapdi. O ovozning, o videoning ashinchilikli bir ovozni qo'yib sapdi. Nuqtali yerlarni chiqarmabdi. Hay, chiqamang deb bo'sh kesib to'xtatdi. Men ta bütün qo'yib etamdiki deb o'ylabdi ekanman. Aslida bütün huzur ağrısı varken yoldaşlarınki tinmay kaynidan vet qilib o'ltiramayotganlar bor. Az ziminingda erkiy qirg'inchilik bo'lyotidi. Yolg'on da'voning ichidagi yolg'onchilik xalqaroda hergiz mustaqillik deyolmaysa Uyg'urning oldida o'ngtatir so'zlagan bilan gap qilmay kelyapman hozir qadar. Digidekni deb bo'ldim deb. U yerda o'ngtatir bir narsani so'zlama. Angladingmi? Adil Seyitov, angladingmi? Gaping o'z telefon ura menga. Aynakka bir qarab etib o'zingning-chu qara, aynakka bir qarab et. Anandan keyin chiqib bir nima yoz. Ananki saqmo sen ichib olgan vaqtingmi yo saq vaqtingmi bir o'lchab baq. Uya biyalarga so'zlashdan ilgarichi quturtiyotganlar toptikilar. O'ltiramayotganlar ba toplarda. U ovozlarni uya biyalardan ivatib berganlar ba. Aldirmay tursang saqchi ishingni chekkan chaqda hisob. Xuddi meni 4 yilning yoki 5 yilning yoki voy so'latimiz, aqlimiz, ko'qlimiz o'ltiryapman hozirgacha. Lavzlashib yurvatsa, mayli qiyrisdan tutib, yoshlaringgacha, mayli ishtiningni savatkining oldi, rasvo lentalaringning hech qaysini ishiltib baxmadim. Meni do'stlarim bilan deyishgan va'damiz var. Biz buni shahvoni lent qo'ydigan sup qilib olmaymiz. Biz gerçi mushundaq ishlarning borlig'ini biz do'stlarimiz bilan o'rtoqlashimiz. Bundaq Uyg'ur davosini bundaq rasvochilikkan, Uyg'urninki davo deb turib setib turib, mushu sorunda qilayotgan ishlar mushukkan. Anandikin Uyg'urning qon bedeliga kelgan pul bularniki aysh ishorat uchun xizmat qiladigan deb turib, biz ibrat olamiz deymiz. Tashkilot qurmaymiz, tashkilotga kirmaymiz. Ba'zan tashkilotchilarmi sizlarning o'zinglarning liq bor kaynanglarda. Shuning uchun o'shiq gapga aralashmay turayotganlaringga ishimiz yo'q. O'shiq ishga kirganlaringlarga hay deb qo'ymiz. Hay deb qo'ymiz. Adil Seyitov, sana gapni men mishagicha deb bo'ldim. Agar yana bir yerlarda yozgan bo'lsa, o'tdil ya xotiningni ivatamsa menga. Ya gaping bo'lsa, haliqi qo'ldirma qilib turib, o'ngtatib videolarni ivatatding-ku. Shunda ivat paqamsa, ya sarang olib qolgan bo'lsang, doktorxonaga yotqizsin ayoling. Pul sarangmi ya jahon sarangmi sen? Shuning qarab, muomala qilaman. Ana lekin ba'zan bu davo seplarda savoqdoshlarim bor o'zimninki. Men yanala savoqdoshlik yuzidan jiq ishlarga hay ballar. Odam bolasi kichik bo'lsa, yesh kichik bo'lib qolmaydi. Ana lekin aplab saplab yursa, yesh kichik bo'lib qolmaydi. O'slarning opanglarning yeshida. Shuning uchun ba'zan narsalar kirmanglar. Bo'yni bog'liqlik ish har vaqt egisi qarab o'laydi.
Şunun üçün amalsızdı dep hay dep durma. O sizlarning hadiranlarning yeshida qizilsizlik bo'lsin deb mayli kimga olsun hay deyme. Eğer hay deganim xato bo'lsa, o vaqtida to'g'liqni men qutiratsam bo'lavergidek, to'g'liq masalasi olgan chog'da men yaxshi maslahat berman. Voy unda qilma ukam deb. Aslida xato bo'lgan bo'lsa, buningdagi videoni kesib chiqar naq maydonda qo'ysang bo'pti jinim ukam. Aslisini ko'rsa bo'pti ekan deb qilishim kerakmidi? Aqaslarchi bo'lsa yoki bek ko'ginglarmi ya? Ko'ginglar bo'lsa, shu xonimlarning o'ziga telefon uringlar. Hech narsa yoshirin emas. Ayni vaqtida mushu Germaniyadagi choylardimi bir bo'p ketgan narsalar to'satdan hayron qapsizlar. Mayli qaysi xonimning hikoyasi bo'lsin, sir emas. Faqat buni qizil siziq qatorida bilib oldik. Bu biz vatan da'vosi qilamiz, ishton da'vosi emas. Eği bilen nima işimiz ya dedik. Eğer unda bo'lmasin, maxsus bir sayfidan birini açıp şu aşşahval lentlarning hammasini qo'ygan bo'lsanglar desa, maslahat beringlar. Balkim endi bo'p qilishi mumkin, agar uni xohlasanglar. Bir muncha sorun cho'shqilari var. Sizlarning yuraginglar bek ojizmi? Yo'q, ilinib qolgan yerlaringlar var. Bağlanıp qalğan yerlaringlar var. Şunun üçün qıvatsızlar. Birdem Lanjuda Xitayga tekkenke. Hey, Xitayga tekkenni üçün qara savaqdaşlarım liq bilidu. Kimga kim berib atganini bilidu. Nemish qilgan hammamiz bilamiz bir-birimizni. Lekin Xitayga tekkan bo'lsam bu vaqt ishqalab qo'ydimmi? 2018 e'lon chiqarib qo'ydim. Eliqa rasva qeyr qanchuqninki bir nimasi. O'shingni tepib yurish. Aqlingni bo'lsa, teri taraqshitib yurma. Bilalning sotimi oyoqlashidi-ku. O'z chiqib so'zlaydi. Biz u ishga aralashmaymiz, ammo qanchalik rasvolashyapsa o'zanga ayon. Odam bu dunyoda bek rasvolashib turib alemden ötüşünü tallasa, onun amal yokken Xudayım yardım beradigan o'xshaydi. Shuning uchun bek qistimay To'g'liq Hamidni. Onun ata-onasi turmada. Davaning ichida emas ata-onasi. Davaning pulini xashlab turib, birdim qilmagan ishda. Halol ishlab yutibdi To'g'liq Hamidma. Men faqat ata-onasining ishiga destek bo'lyapman. Her qandaq ispatlari do'stlarning qo'lida shundaq mukammal saqlanib berdi. Biz u narsalarni ishlatmaymiz. O'zimizning yetkichi bor. To'g'liq Hamidninki faqat hayotimda egizpaschilik bo'lib qolsa, mushuni ishkilanmay, mushtaq qivassanglar deb biz hech narsani yolg'iz saqlamaymiz. Xohlasang zanjirsimon chiqdi. Xohlamasang vatan davasının kulunu öz, Uygur'unu satma, zeminini satma, anadaki müstakilcilardan jiraktır. Müstakilcilarını Xitay çıkartıptı deyişse, adamın keyni bilen külüdüğün hikayede bu. Eğer müstakilcilarını Xitay çıkartkan bolsa, acayip yaxşı Xitayga bu Xi Jinping rahmetli insanlar oğudak zemininglarni elinglar depti demekte. Vatandan kelgan uçur, vatandan mundaq bo'ldi. Men Yaponiyadan unvan alamay uyat bir yer yurgan xotin emasda. Şunu ba'zan bir odamlarning g'alita qiliqlariga odamning keynining kulgisi kelsimi chandurmay yuryapmiz. Ma vatandagi ishlar yetib oshidi, qarindoshlarimizning dardi yetib oshidi. Shuning uchun biz ba'zan narsa kirmayli. Ba'zan bir qonun orqali hal qiladigan ishga bu yerga chiqishimizning hojati yo'q. Lekin xalqarada azaldan mustaqillik idorasini bildirib kelganlar kim o? Milliy Uyg'unish harakatiga 100 ming kishilik imzoga shundoq aktiv ovoz qo'shdik. Andan keyin Scott Perry apandimga tinmay xat yozdik. O'rta Osiyodagi do'stlarimizmi tinmay xat yozdi, ham yezib kelyapti hozir qadar. Endi to'satdan to'ni almashtirib mustaqilchi bo'lamiz, mustaqillik mandaq qilamiz. Nechaqni nar qolganti? Nechaqni yoqi?
Yalgan işlerin eniq. Biz birden to'g'ri chiqarishga vaqtimiz yo'q. Qilayotgan ishimiz var. Ba'zan odamlarni bir inilarimizgan yoki hadilarimizgan buzuqchilik qilgan bo'lsa, vatan davosining ichida emasdi deb davoning ichidagi emaslar bilan chatimiz yo'q. Davoning ichidagilarga hay deb keldik. Agar o'zing xohlasang, o vaqtida to'g'liqni rost quturtay. Xohlasang, to'g'liqni quturasam bo'ladi. Xohlasang, do'stlarimga boshqacha maslahat bersam bo'ladi. Maxsus sahifa ichib, bütün rasvalarning rasvochiliklarini ekranga chiqarayli. Shuning xumar o'xshaydi, kechisi shu ingrashlarni anglamasa yotanmaydigan o'xshaydi. Ash qarimlarmi nima deb bir patvalarni pishpagan-ku endi. Angushtari var Dünya Uyghur Qurultayının. Her qandaq narsaga angushtari var. Nima qilsa bo'ladi? Ro'pash emasmi Dünya Uyghur Qurultayının cho'kallari? Eğrini uçqli yursin deb turib patva berganmi, onu bilmayman. Agar xohlasang, ash ishning egalari küttüğünü qısıp, ish mushiklaringni qis demisang, o'zingga yaxshi emas. O'zingga yaxshi emas. To'rda o'zingning yosh vaqting bormi, yana bir vaqting bormi? Hamma ormanlıqlarını ko'rsan shuning bilan. Rassalikni tanlash o'zingning qo'lingdagi ish. Xohlasang qil. Men ish qadaq do'stlarimni, voy sizlar cho'qim mening diginimni qilinglar demayman. Biz demokratiya. O'zi xohlab yozadi, o'zi xohlab chiqaradi. Faqat maslahat berma, mundaq qilmanglar bolalar deb. Men yoshga cho'ng bo'lgandikin izzatini saqlashni bilish kerak. Agar qamlashmasa, qo'yvasi mening ishim emas ya. To'g'liqning makallasini men kontrol qilmayman. To'g'liq bilan bir davlat tuturmayman. To'g'liqqa shu voy ukam deb tikanman. Agar uni nim qilgan bo'lsa, voy. Ash naq yerni kesib chiqarsam naq maydonga deb tavsiya qiladim-ki, xohlagan bo'lsanglar. Anandikin o Dünya Uyghur Qurultayının içindeki ba'zan kuch sinash bo'layotdi-ku. O yana birsiga o'shlar, yana birsiga o'shlar, yana birsininki cho'kishini xohlaydi. Shuning uni buni quturtib turib, to'g'liqni o'tirib chiqarib sapdi. Agarda bu juvaynimak menga maslahat solgan bo'lsa, boshqacha maslahat ko'rsatdimki, hali ham ulguridi. Toza qaynatinglar. Rasvochilikni toza qaynatinglar. O vaqt qaynab eganda esilinglar toza. Bizning do'stlarga esilinglar, to'plarda shunala muloza qilinglar. Anadagi to'g'liqni tasdillanglar. Vaqti to'g'liq nemish qilsa, o vaqtida mening chatig'im yo'q. Qizil siziq meningki, to'g'liqning emas. Shuningga o vaqtida jon tomiriga kelgan chaqda, zitiga tas tekkan chaqda qasingning hammasini uchay vaqtdan o'tirib chiqsa, o bizning ishimiz emas. O vaqtda xo'p bo'pti deb turib naqshi etib chiqaman. Qarindoshlarım, agar ahloshimiz joyida bo'lsa, sal o'ylab boqamiz. 73 yil nima davatdi? So'ring bog'langan ishlar. Uyingda sang'isab yemmamsa, uyingda tamoq etib yemmamsa, uyingda say qo'rib yemmamsa, tamoq etamamsa, o'pkis quyanmamsa, cho'qqim ashag berib sho'lgingni iqtib, hammadan tiqqan qo'shiqlar, qochilar yeb yemisang bo'lmamdi. Sattın vatanning holi shu. Qarindoshlarni ko'rmay menga o'xshash o'tsa. Voyjon, Xitoy meni mustaqillik talab qilsin deb chiqiribdi. Voy, bak yaxshi rahmat etsa huquqdashimi Xitoy hukumatiga. Voy, zaminni bermaydi Xitoy deb atmamding. Topdiki ajuj-majujlar zaminni bermaydi Xitoy deb atding. Xitoy mustaqillik uchun meni chiqiribdi. Oy Xudoyim, bu bakli baxtga juma, yaxshi Xitoylar varki, sizlar quchig'ida o'tdagan Xitoylar qanday Xitoylar meni vatandan mustaqilchilikka chiqiribdi. Bu Adil Seyittovning gapi bo'yicha, yana birlarning gapi bo'yicha. Qarindoshlarim, eliqlarninki qolganlarni hamda ashlarning ketib berib turib belgilanadi. Agar qisambisa, to'g'liqqa shu yaxshiroq maslahat bersam bo'lg'udak. Ey kalva, ey juvaynimak, buniki naq maydon qilishdan ilgari men bir maslahat deb turib tavsiya qilay. Rahmat sizlarga qarindoshlarim.